Vau, вообще bomba. Hozir sizlar bilan ko'chadan sotib oladigan kirgel parashoklaringiz va Yaponiya texnologiyasida ishlab chiqariladigan tabiiy kirgel parashoklarning eksperimentini ko'ramiz. Bitta idishda toza suv kerak bo'ladi va suvimizni ifloslantirib olish uchun betadindan foydalanamiz. Biz ifloslantirib olamiz sizlar bilan. Kirgel parashokni qay darajada toza oqartirib dog'larni ketkizib berishini sizlarga sinab ko'rsatib beraman. Endi ikkiga bo'lamiz, bir xil me'yorda qilib. Birinchisiga kirgel parashokdan solamiz. Bitta qoshiq aralashtiramiz. Parashokdan bitta qoshiq solamiz. Ahamiyat beringlar, tabiiy mahsulotlar rangi bo'lmaydi, bessivitnoy bo'ladi. Ham quyuqqina. Vau, вообще bomba. Endi buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ikkalasini farqini ko'rishingiz mumkin. Siz nima uyda ishlatayotgandingiz va nima ishlatishingiz kerak bo'lganini men hozir isboti bilan ko'rsatib berdim. Yaponiya texnologiyasida ishlab chiqarilgan eko mahsulotlarimizdan foydalanishni boshlang.